O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu jarayon mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ro'yxatga olish orqali aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Mazkur tadbir ikki usulda amalga oshiriladi. Birinchi usulda 2026-yilning 15-yanvaridan 31-yanvarigacha bo'lgan muddatda census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatga olish ishlari amalga oshiriladi. Ikkinchi usulda 4-fevraldan 28-fevralgacha bo'lgan muddatda maxsus o'quvdan o'tgan shaxslar orqali uyma-uy ro'yxatga olish ishlari amalga oshiriladi. Yig'ilgan ma'lumotlar maxfiy saqlanadi va respondentning roziligisiz oshkor etilmaydi. Ma'lumotlarning sifatliligi, aholining faolligi va olingan ma'lumotlar to'g'riligiga bog'liq. Shu sababli har bir xonadonni ushbu tadbirda faol ishtirok etishi ro'yxatga olish muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashda ahamiyatli hisoblanadi. Milliy statistika qo'mitasi 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha yurtimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. 15-yanvardan 1-fevralgacha har bir fuqaro One ID yagona identifikatsiya tizimi orqali onlayn ro'yxatdan o'tishi mumkin. 4-28-fevral kunlari esa respublika bo'ylab yalpi ro'yxatga olish tadbirlari boshlanadi. Mahalla yetiligi vakillari uyma-uy yurib, planshet orqali ma'lumotlar kiritadilar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakat taraqqiyoti uchun juda muhim tadbir. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarida faol ishtirok eting. Yangi O'zbekistonning bir qismi bo'ling. O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu jarayon kimdir menga bu nima ekanligini tushuntirib beradimi? Salom bolajonlar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu aholi soni, oilaviy ahvoli, dehqonchilik va chorvachiliklarni aniqlash maqsadida ro'yxatga olinadi. Buning natijasida bolalar bog'chalari, maktablar, shifoxonalar, oromgohlar va sport maydonchalari qurilishi rejalashtiriladi. Onlayn ro'yxatdan o'tish census.stat.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tish haqida ota-onangiz va yaqinlaringizni albatta xabardor qiling. Ularning ishtiroki kelajagingiz uchun muhim. Milliy statistika qo'mitasi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayoni 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlabki tayyorgarlik bosqichi 2025-yil oktyabr, 2026-yil yanvar oyida bo'lib o'tadi. Huquqiy va metodologik asoslarni ishlab chiqish, sinov o'tkazish, kadrlarni tayyorlash, targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Keyingi asosiy bosqichda ro'yxatga olish 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha bo'lib o'tadi. Unda avval 17 kun internet orqali o'zini o'zi ro'yxatdan o'tkazish, keyin 25 kun mobaynida mahalla yetiligi uyma-uy kirib ma'lumot to'playdi. 3-so'nggi bosqichda esa natijalarni qayta ishlash va e'lon qilish amalga oshiriladi. Unda dastlabki ma'lumotlar 2026-yil 1-iyul, yakuniy ma'lumotlar esa 2027-yil 1-iyulda e'lon qilinadi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda asosiy e'tibor yer maydonlari, yetishtirilgan mahsulot turlari, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik ko'rsatkichlariga qaratilgan. Shuningdek, fermer, dehqon va uy xo'jaliklarining qishloq xo'jaligidagi ishtirok darajasi ham to'liq qayd etiladi.